Oilangiz bilan Angliyaga kelib yashash uchun birinchi 1 oylik xarajat necha pul bo'ladi? Qani, ketdik. Mana shu uylarning ijarasi bitta oila uchun 1300 funt. Bu uylar tavsiya etilmaydi, lekin narxini bilib qo'ysangiz xalaqit bermaydi. Aynan bitta odam uchun 3000 funt. Ro'parasida mana shu uyni. Oziq-ovqat va ro'zg'orlik uchun atiga 600 funtgina ketadi. 3 yoshli farzand uchun bog'cha haftasiga 15 soat bepul. Agar bola uyda juda ham aktiv bo'lsa, to'liq bog'cha taxminan 600 funt, ya'ni qo'shimcha 1 soat uchun 10 funt kamida. 4 yoshdan katta bolalar esa davlat maktabida bepul o'qiydi. Endi esa eng qizig'i, viza xarajatlari 4 kishi uchun jami 2000 funt. Sog'lik sug'urtasi kattalar uchun 1035 dan, bolalar 775 funtdan. 1 yillik jami 3620 funt bo'ladi. Viza oldiz, chiptaga navbat. Aviachipta ko'pchilik shu yerda ortiqcha pul sarflaydi. Lekin Aviasales.uz orqali arzon va qulay reyslarni topish mumkin. Eng muhimi, hamyoningiz sizdan xafa bo'lmaydi. Shunday qilib, 1 oy uchun jami taxminan necha pul ketar ekan? Hisobladingizmi? Sizda necha pul ketgan? Ha, aytgancha, kommunal to'lovlar, elektr, gaz, internet hali qo'shilmadi. Transport va kiyim-kechak ham qo'shimcha xarajat. Xo'sh, nima deysiz? Keling, kommentda gaplashamiz. Kelish fikringizdan qaytmadingizmi mabodo?